Assalomu alaykum, dehqon bobolar, yaxshimisizlar? Mana Teplisamiz. Teplisadagi Bolgarskilar holati. Mana bugun terim qildik 6-may sanasida. 7 sutk Teplisa, 10-chi yanvarlar atrofida ekilganda adashmasam. O'tgan safar 400 kilo uzdik, oldingi safargisi keyin 370 kilochami, o'sha точно esimda emas, 360 kilodan tepadaylar adashmasam. Shunday qo'ydik. Endi mana hozir yana bor mana. Bugun ham shu 400 kilo atrofida borish kerak. Narx-navolar menimcha shunaqa 20 ming atrofida bo'lsa kerak. So'raganlarga shu holatlar yaxshi, hosillar ham ko'p. Sorti Gypsy sorti. Telgandan qolgan joylari. Umumiy mash maydondan hozir 7 sotik maydondan shu 35 milliondagi atrofida sotdik. Yaxshi ekan, shu ketishi ham, solishi ham, hosil berishi ham. Qishda shu отопление yo'qolgan, shu nimasi bor ana. Radiator. Topli pol sistemasi ham qilingan, hali terib bo'linmabdi, yo terishyapti yana. Shu eksa bo'ladigan narsa ekan, yaxshi ekan. Chiqayotgan holatlar. Hozir qarab ketyapsizlarmi terishda pastga? Bu safar 400 kilodan ko'p chiqib qoladi shekilli. Xudo xolasa. İşte bitta, ikkita, uchta, to'rtta butun qopga hisoblasak ham yarimtasi ham bor ekan. Hop, 18 kilo. O'sha atrofda sig'yapti. Bitta qopga. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Mana bundan to'la bo'ladi. Qo'shmadi buni. Mana ham bor, yarim tuga. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hali anaqa terilyapti. Opalar ishlashyapti. Shundan yoq terilyapti. Bu tomon terilib kelinibdi. Ya endi ketyapti manaqasiga. Bu safar menimcha 500 kiloga ham borib qolish kerak, xudo xolasa. Narxlarni kommentariyga yozib qo'yamiz. Qiziqqanlarga. Kechroqqa yana bir video qilib tashlab qo'yaman, yo'qolsa hozir qulpmayda odam ishlayotganda, hozir abita borishim kerak. Terib bo'lishmabdi. Keyin terib bo'lingandan keyin kechqurungi umumiy qancha chiqqani, qanchadan kelishilgani ularni ham video qilib tashlab qo'yaman, kichikroq video bo'lsa ham, xudo xolasa.